Assalomu alaykum va rahmatulloh. YouTube kanalimiz obunachilari, musofirdagi aka-ukalar, ishlar bilan charchamayapsizlar. Mana bugun Buxoro ayyomiga mana keldik inshaalloh. Farg'ona viloyati Yettibuluq tumanigami? Yettibuluq degan joyga xullas darvozani olib kelib o'rnashtirdik. Xudo xolasa juda go'zal holatda darvozamiz olib kelib o'rnashtirdik. Darvozalarimiz razmerlari eniga 4 metr bo'ldi, balandligiga 385 bo'ldi. Listlariga keladigan bo'lsak, listlar ikkilik list bo'ldi. Mana ustidagi bir-birlik joylari, cho'tir-cho'tir joylari bir-birlik listda bo'ldi. Chekkalarigacha, mana gullarni taglarigacha kraska sachib, keyin qo'yilgan, xudo xolasa. Stoykalari keladigan bo'lsak, stoykalari 8 ga 8 profil bo'ldi, 1.7 stenkada bo'ldi. 6 ga 4 profillari ham, mana ramkalari ham 6 ga 4 profil bo'ldi. 1.7 stenkada bo'ldi. Taglariga o'sha Eronda shivillerdan qo'yib berildi, xudo xolasa. Mana chekkalarigacha bunaqa nimalarni qo'yib, chaspaxlarni qo'yib, xullas ag'dan shuni qaraganda tashqaridan yorib tushmaydi. Inshaalloh uyaltirmaydigan ish bo'ldi. Zamoklari ham yaxshi zuber zamoq bo'ldi. Mana chekkalarigacha, rezinkalarigacha yopishtirib, chiroyli qilib o'rnashtirib berdi. Tepalari egalari shunaqa deb o'zlari zakaz qilishdi. Rishotka qilib berildi, xudo xolasa sal havo aylanib tursin degan maqsadda nima qilishgan edi. Menga beraman. Ana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, tepalariga, shu joylariga rishotka qilib berildi. Stoykalari, bunaqa joylari, tumbalarining ichkalari ham bor. Juda go'zal holatda bo'ldi. Gullari. Darvozamizga bijir-bijir miqdorda grammatiklargacha sachilgan. Shuni kraskaga tushunadigan akalarimiz yaxshi bilishadi inshaalloh. Mana orqalari yopilishlari ham juda chiroyli. Ortiqcha nimalar yo'q inshaalloh. O'rnatish jarayonimiz shu tagiga, o'rtasiga, keyin tepasiga, ashetiga, keyin mana to'sinlariga holatlarda mashtirilgan, xudo xolasa. Taglarida ham shunaqa. Taglarida ham shunaqa. Shularda ham ishlatilgan. Mana burchakka betonga perforatorda teshib turib ishlatilgan shitdan ham. Mana ko'rib turibsizlar. Plotniy tushgan darvozamiz, ortiqcha zazorlarsiz, inshaalloh uyaltirmaydigan ish bo'ladi aka-ukalar. Shunaqa holat. Shumkali darvoza, xudo xolasa. Zamoklari ham yaxshi zuber zamoq bo'ldi. Eng muhimi shu, nima deydi? Zamoklari ham yaxshi zamoqdan qo'yish kerak. Ertadan keyin uyaltirib qo'ymaydigan ish bo'lish kerak. Inshaalloh. Shunaqa holat. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Xizmatdamiz.